alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun xudo xolasa Toshkent Abu Sahiy vokzalidan Rossiyaning Kazan Moskva shahriga yuryapmiz. Bugun chislamiz 2025-yil 14-mart kuni. Haftada 2 marta seshanba, juma kuni yuramiz. Pasatka jarayoni. Tashqarida yomg'ir, sovuq bo'ladigan bo'lsa, mana tutadigan zallarimiz bor. Biz Toshkent Abu Sahiy vokzalidan Rossiyaning Kazan Moskva shahriga yuryapmiz. Aka, qayerda o'tiryapsizlar? Abu Sahiy avtovokzalida o'tiryapmiz, xudo xolasa Kazan shahriga. Telefon qilib onlayn tarzda javob bilan qo'ldinglar, a? Xudo xolasa ishonchlimi aka? Ishonchli aka. Avtobusda mana har bitta avtobusda avtozaryadchik, monitor, pechkalari bor. Yaxshi avtobus yoqdimi aka? Yaxshi kelinglar, sifatli. A'lo darajada. Yaxshi aytib olinglar, yaxshi kunda ko'rishaylik aka, aloqadamiz. Nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilib onlayn tarzda javob bilan qo'shishlar mumkin. Rossiyaning Kazan Moskva shahriga avtobusimiz yuryapti. Nomerlarimizni qoldiramiz. Kimda kim boradigan bo'lsa onlayn tarzda javob bilan qo'shishlari mumkin. Haftada 2 marta seshanba, juma kuni Toshkent Abu Sahiy vokzalidan.